Avvalgi nuqta باید hammaimiz bilsak, ro'zi ki bildi bir uzu familioz, inog'avuz yo bir azizoz shu mavodga giriftor va giriftor bo'lgan, ko'shish qilsaki raftoriz durust bo'lsa. Na ursay, na so'ksay, na sarzanish qilsay, na qahr etsay, na xashmgin bo'lsay, faqat do'stona robita qilsay, orom, rohat o'ltirsayu mustaqil o'zi bilan gapirishsay ki men seni otang, men seni inog'ang, xoli men senga ko'mak qilsam. O'sha ro'ziki istifoda shu mavod ko'p vaqt bo'lmagan, shu gaplarni agar aytsay, xeyli imkoni ko'pki gapni qabul etsa, hatto tashviq etsay, doktorga olib borsay ki gap o'zi qabul etadi. Ammo ro'ziki istifoda mavod xeyli ko'p vaqt bo'lgan va ko'p istifoda qilgan, baralawayki bu ehtiyot topgan yo vobastagi topgan bir necha ravoniy kasallik buni yonida o'zini ko'rkazgan yo afsurdagi iztirob, vasvos va yo ba'zi holatlarda soykoz tarafiga ketgan. Agar mafhumi soykozni bilsak, soykoz o'sha holatiki bir inson irtibotini voqeati dunyo bilan qat'a qiladi. Ya'ni og'zidan chiqayotgan gap, aytayotgan gap bir odam solimli gapiga u ishiga o'xshamaydi. Agar misol bersam, bular bir shak va badbinlik topadi. Hech kimga bular ishonmaydi, hatto yaqindarin do'sti va aziziga bular shak etadi. Va hammaning muqobilda badbin. Va ba'zilar mumkin bir esosi buzrukmanishi topsa ki bu holat ham g'ayri mantiqiy va soykozga marbut. O'sha mariz yo o'sha nafar fikr etadi, shoyat bir donishmand bo'lsa, shoyat bir faylasuf bo'lsa ki hammani o'zidan past tutadi, ya'ni u fikr etadi o'zi bir insonki hammadon va hamma famini hamma narsani biladi u boyad boshqa insonlar bundan so'rasalar, bir şey etmoqchi bo'lsalar, gap bo'lsa bundan so'rasalar, o'zi aslan bir tane gapga quloq solmaydi va aslan xo'sh demaydi. Agar shu holatda ketgan bo'lsa, buruz barokiz sihi bor, necha ro'z to necha hafta bistar oladilar. U yerda davoiy bo'ladi, mushovira bor va agar yordamlashsalar, o'shaga olib borsalar, xeyli roli ko'p va shoyat avvalgi zindagizlarga pas qaytsalar. Va yana bir nuqtaga boyad sabr va istiqomat bo'lsa, bu holat bir pechida holat, bir xatarnok holat. Mumkin ba'zilar shu darajaga xatarnok holatga ketgan, tuzalmasalar yo tuzalishlari ko'p qiyin bo'lsa. Ba'zi bo'lda basifati bir ota va inog'a yo tog'a himoyat moliy bo'lsa, himoyat otifiy bo'lsa, yaxshi ko'rilsa, muhabbat berilsa, bu holatda zehni mariz ko'p dargir, zira fishor ehtiyot topgan, ya'ni o'sha holatga kelgan-ku, agar o'sha mavodni istifoda qilmasa, bu aslan zindagi qila olmaydi.